Assalomu alaykum ledilarim. Bugungi qiladigan mashqimiz peshob shilab tura olmaslikni yengadigan, oldini oladigan, bartaraf qiladigan mashq hisoblanadi. Bu mashqni kuniga 2 mahal 10 ta podxoddan to 40 ta podxodgacha qilsanglar bo'ladi. Podxod degani 40 martagacha. O'zingizlarning holatingizdan kelib chiqib 10 tadan boshlashinglar bo'ladi. Bir kun 10 ta, ikkinchi kun 12 ta, 14 ta, 16 ta qo'shib 40 tagacha olib chiqsanglar bo'ladi. Bizlar shu holatda yotib olamiz. Oyoqlarimizni mana shu holatda qurbaqa sifatida qo'yamiz. Ketdik. Tepaga ko'tarilganimizda toza osti mushaklarimizni siqamiz. Pastga tushganimizda qaddimizni shunday ko'taramiz. Yana siqamiz. 2-3 sekund ushlab turamiz. Pastga tushganda qo'yib yuboramiz. Shu holatda 10 tadan 40 tagacha bajaramiz. Qizlar, ikkinchi varianti ham bor bu mashqqa. Bunaqa holatda qiynalsanglar, bu holatda ham qo'linglarni tirsaginglar bilan qo'yib olasizlar. Ketdik. Tepaga ko'tarilganda siqamiz. Pastga tushganda qo'yib yuboramiz. Siqamiz. Qo'yib yuboramiz. Siqamiz. Qo'yib yuboramiz. Bunda ham shu 10 tadan boshlaysizlar, 40 tagacha bu mashqni qilamiz.